Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi Samarqand fasondor rozamiz ustara pejaranlar o'z yakuniga yetdi. Ko'rib baho berishlari mumkin. Samarqand fasondor rozamiz qo'l mehnatida chiroyli variantda ishlab chiqarilgan. Materiallariga keladigan bo'lsa, yonlari 10 gon brusdan bo'lgan. Taglarimiz shivellerda bo'lgan. Boshdan kirib chiqqanda ezilmasligini hisobga olib, taglarni shivellerda qilib berganmiz. Darvozamizga keladigan bo'lsak, 2 qavatli shumka qilingan holatda bo'lgan. Samarqand fasondor darvozamiz 2 qavatli, 3 qavatli variantda chiqadi. Narxlarni ham xudo xolasa oxirida chiroylab kelishtirib aytib o'tib ketamiz. Darvozamizning ichki profillariga keladigan bo'lsak, 6 ga 4 da bo'lgan, 1.7 stenada bo'lgan. Gondorlarimiz esa 10 gonni 2 stenada bo'lgan. Baquvvat yaxshi materiallar qo'yamiz. Shanerlariga chiroyli pachimli shanerlarni qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlardan muammo bo'lmasligi uchun. Chiroyli zamonlarimizni ham esa zubul zamoydan qo'yib berganmiz. Xizmatini qiladigan o'ta bejirim chiroyli holatda chiqdi darvozamiz. Ko'ribizdan yana bir baho berishlari mumkin. Rossiyada yurgan, musofirda yurgan akalarimiz ham nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqa chiqadi. Shu nomerda Telegram, WhatsApp, barcha ijtimoiy tarmoqlar bor. Aloqa chiqsa chiroylab borib o'rnatib beraveramiz. Bizda dastavka, ustanovka, razmer olish barcha xizmatlarimiz bepul bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda darvozani 100 dan oshiq fasollarimiz bor. Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqishadigan bo'lsa, katalogda ishlab beramiz. Qaysi variant ma'qul keladigan bo'lsa, o'sha variantda qilib borib o'rnatib beraveramiz. Darvozani to'liq obzorini qisqacha ko'rib boramiz. Narxlariga keladigan bo'lsa, Samarqand fasondor darvozani 2 qavatli varianti esa 1.300.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab. 3 qavatli full varianti ekstra shumka deydi, ya'ni 3 qavat shumka, 2 qavat shumka bo'ladi. Bu holatdagimiz esa 1.5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab chiqadi. O'rtadagi narx tafovuti nima deydigan bo'lsak, orqa tomoniga yana bir sulu listlarimiz qo'shiladi, shuni raznisasi qo'shiladi xolos, ortiqcha summa qo'shilmaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab borib o'rnatib beraveramiz.